Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Guliston metan gaz o'rnatish xizmati. Navbatdagi avtomobillarimiz Gentra, Cobalt, Tracker avtomobillarini olib qo'yganmiz. Bu avtomobillarga metan propan o'rnatib beryapmiz. Zapchastlar bilan qisqacha tanishtirib o'taman. Gentra avtomobilimizga X-Reduktor 8 Golfas Mia real farsunkalar bilan 4-panelga 03 datchiklar bilan idealni qilib programma pashkalar bilan qo'yib beryapmiz. Cobalt avtomobiliga xuddi shu zapchastlar qo'yib beramiz. Tracker 2 avtomobiliga Valtek Italianskiy Komni farsunka, turetskiy reduktorimiz, hech chiqarmaydigan argument shankalar bilan, одноразовый filtrlar bilan qo'yib beryapmiz. Mia blogimiz Vasiko 24 Arnial Polshani miniyasi bo'ladi. Orqa qismiga zapaskan joyiga tabletka balon o'rnatib beramiz. Taglarga rezika shumkalar qo'yib, Gentraga 90 talik gaz balon joylashi ko'rishingiz mumkin. Idealni qilib qotirib beramiz. Ichkarida Cobalt avtomobilimiz tayyor bo'lib qoldi. Ko'rishingiz mumkin. Real xizmatlar qo'yib beramiz. 8 Golfas bloklar bilan. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.